kasal odamga обязательно ta'sir qiladi. U narsa 50-70% ta'sir qiladi. O'zi u dard chekib turibdi. Yana tevasida qovoq savasa, u hech qanaqa madaniyatga ham, estetika ham to'g'ri kelmaydi. Bu naborot uni battar kasal qiladi. Hozirgi holatimda o'rtasida ot bilan osmon bilan yercha farq bor-da. Hali ilgari yer devirgan bo'lsam, hozir osmonda yurgan deydi. Ko'rib o'zi bilishdi. Borib apparatga yana bir bor tushib kelgan. Yomonlikda toshni shu diagnozni deyishdi. Haqiqatda o'sha toshni diagnoz chiqdi. Bundan katta baxt yo'q menga. Bir tishlam non yesam qornim to'yadi. O'g'lim ko'tarib kelgan, yonboshimga kirib. Обязательно qo'rqdim, nechta kasal bo'lmagan edim. Men birinchi marta bo'lishim deyapman. Hech bunaqani ko'rganim yo'q edi. Qimillamay qolganda, kechasi bilan qimillatolmagan. Dodlar chiqdi. Yaxshi bo'lib ketardi yurdim, oxiri iloji bo'lmay qoldi, oyoqlar bukilmay ham qoldi. O'zim yura olmay qoldim. O'g'il yetalab, mana hozir juda zo'r. Buklanashi ham hamma yo'g'i 90% zo'rda. Roziman mana shu yigitdan. Mana boyogidek bo'lib soppa-sog' bo'lib ketdi. Bundan ortiq baxt yo'q. Men Mirzo Olim Xolmatov 1964-yilda tug'ilganman. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida, Sherobod qishlog'ida. Endi shu yoshgacha doktorda yotmagan edim. Birinchi marta oyog'im og'rib, mana shu doktorlarda eshitib, odam surishtirib keldim. Xudoga shukr, Allohga shukr, Alloh hamisha omadlarni bersin. Qo'llari dard ko'rmasa, mana bir haftada oyog'im boyogidek bo'lib, yaxshi bo'lib tuzib ketdi. Asosi o'zimizda opam ilgari davolangan ekan, bilishar ekan. O'shalar aytishdi, keldim surishtirib. Xudoga shukr, doktor ham, hamshiralar ham nihoyatda muomalalari joyi ma'qul keldi. Vakillaridan ham muomalalar ma'qul keldi. Shu tufaylimi oyoqlar zo'r bo'lib ketdi bir haftada. Hozir ancha yaxshi, 90% yaxshi. Oyoq og'riq ancha bo'ladi, boshlanganiga shu bir oycha bo'ladi. Aptekalardan bir ikkita mazoli surkayib yurdim. Yaxshi bo'lib ketardim. Ilgari hech qachon og'rimagan. O'shanda yaxshi bo'lib ketsa kerak, hech narsa qilganim yo'q bo'lmasa. Og'ir ish qilmayman. Pensiyaga chiqqanman, yengil ish qilaman. Yaxshi bo'lib ketardi yurdim, oxiri iloji bo'lmay qoldi, oyoqlar bukilmay ham qoldi. Mana hozir juda zo'r, buklanashi ham hamma yo'g'i 90% zo'rda. Yaxshi. O'g'lim ko'tarib kelgan, yonboshimga kirib. O'zim yura olmay qoldim. O'g'il yetalab qo'ltiqlar olib kirishdi. Ana endi ko'rib turibsiz, hozir soppa-sog'. Yaxshi. Shu yoshga kirmay endi oyog'im pensiyaga chiqib ketdi shekilli, bo'ldi shekilli xizmat deb, обязательно qo'rqdim, nechta kasal bo'lmagan edim. Men birinchi marta bo'lishim deyapman. Hech bunaqani ko'rganim yo'q edi. Qimillamay qolganda, kechasi bilan qimillatolmagan. Dodlar chiqqan. Mana Xudoga shukr, bir haftada Allohga shukr, mana shu doktorlar sabab bo'lib, Xudoga shukr, nihoyatda hech iloyim tarbiya bergan ota-onasiga rahmat, doktorlarga, hamshiralarga. Rahmat, ancha shifo topdim deydi. Bekzodjonni eshitib, shunaqa Bekzodjon akam otlari dedi. Keyin keldim, ko'rishdi. Keyin bir rentgen qilib keling amaki deyishdi. Borib tushirib keldik, tushirib keldik. O'sha kundan tushirib kelishim bilan muolajani boshlashdi. Joy yo'q ekan, chetda o'zlari bugundan boshlamasa iloji yo'q dedi. Muolajalarni boshladi. Xudoga shukr, ta'sir qildida 2 kunda qo'yib yubordi. Hali oyoq og'riqlar ancha 70-80% ga o'ng'aladi. 2-3 kunda o'zi zo'r bo'ldi. Hozirgi holatimda o'rtasida ot bilan osmon bilan yercha farq bor-da. Hali ilgari yer devirgan bo'lsam, hozir osmonda yurgan deyman. Shunaqa yengilmanda, dard chekkan odam bilar ekan uni. Allohga shukr, shu vaqtgacha dard chekmaganman. Endi dard chekib bildim. Doktorlarning qadrini. Xudoga shukr, Bekzodjon haqiqatda qo'li yengil shifokor ekan. Umri uzoq bo'lsin, iloyim. Nima niyati bo'lsa, Alloh niyatiga yetsin. Xushmuomala bilan kutib oldi. Keling amaki, nima kamchiliklar, nima xizmat deb. O'sha
kelib bir marta gaplashishim bilan ham bildim. Qanaqa insonligini, qanaqa tarbiya ko'rganligini bildimda. Shu muomalay bilan hali bir xillarga o'sha do'ng qilmaydi, do'ng gapirmay, shu muomalay bilan keling amaki nima bo'ldi deb muloyim gapirib, o'shasini o'zi meni o'ziga jalb qildida. O'shandan o'zi men boshladim. Shirin gaplarini o'zidan boshladim. Ixlos обязательно kuchaydi. Hamshiralar undan yaxshi ekan. Amaki, shirin so'z nihoyatda juda menga ma'qul. Iloyim hammasini Alloh omadini bersin. Ko'rib o'zi bilishdi. O'sha aytganlari apparatga tushib chiqqaniga xuddi o'shanday bo'ldi. Kelib ko'rsatdim avval, ko'rishdi. Haqiqatan de amaki sizni shunaqa borib apparatga yana bir bor tushib kelgan. Amalaka to'shni shu diagnozni deyishdi. Haqiqatda o'sha to'shni diagnoz chiqdi. Mana o'sha orqali davolashdi. Xudoga shukr, hozir hech qanaqa nimam yo'q. Rahmat. Ancha ta'siri bo'ldi. Ozgina havo yetmay turardi har zamonda. Xo'rsinib turardim. Bekzodjonga shuni aytsam, yuragingiz jinday silab bo'lib qolgan deyishdi, ozgina. Keyin tabletka beraman deyishdi. Keyin o'rik sharbatidan ichib turing deyishdi. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi deyishdi. Hozir o'sha aytganlarni qilib yaxshi, hech qanaqa yo'q. Borgan sari yaxshida, kelganimdan 95% yaxshimanda, uni o'zi bukilyapti. O'zim yuriyapman, o'g'lim suyab olib kelgan edi. Mana bir haftada Xudoga shukr yaxshiman. Mana shu doktorlar tufayli. Mana shuni naboda oyoq og'riq, bo'g'in og'riq ular bo'lsa, mana shu yerga Bekzodjonga kelishsa, Xudo xolasa, ixlos qilish kelishsa, обязательно davo topishadi. Men o'zim guvohman mana. O'zim xolos Alloh guvohman. Mana men shifo topdim bir haftada. Yura olmay turgan oyog'im mana hozir yuribdi. Birinchi odamzod o'zini sog'ligini o'ylab, iloji boricha shu bir joyi sal og'ridimi, darrov shifokorga murojaat qilsin. Men o'tkazib yuboribman, ancha oldin boshlanuvdi. Endi nimani o'tkazib olayin deb o'tkazib yuboribman. Birinchi og'rishi bilan shifokorga murojaat qilsin. Mana shifokorga murojaat qilsa, kam bo'lmaydi. Mana endi Bekzodjondaqa shifokorlarga murojaat qilsa, oldini olsa yaxshida kasalni baribir. U o'tkazib yuborib ancha joni azob chekmaydi, vahroq yaxshi bo'ladi. Vahroq shifokorlarga murojaat qilishini tavsiya qilaman. Oldini olib. Eng katta boylik sog'likda. Sog'lik bo'lmasa hech narsaning keragi yo'q. Sog'likdan boshqa tinchlik sog'lik. Tinchlik bo'lsa, sog'lik bo'lsa, hammasi bo'laveradi. Ortiqcha narsaning keragi yo'q. Bir-biridan nonga hammani qonni to'yadi. Eng birinchi ochretda sog'lik bilan tinchlik. Qolgani hammasi keyingi. O'shaning uchun qo'rqmay, ochiq oydin naboda kimni bo'g'ini biror joyi shabadalagan yo narsa bo'lgan bo'lsa, oldini olib mana shu yigitga, Bekzodjonga murojaat qilishini so'rayman. Mana Allohga shukr, bir haftada otdayman. Mana ko'rib turibsiz. Yaxshiman. O'g'lim suyab zo'rg'a olib kelishdi. Bundan katta baxt yo'q menga. Bir chilam non yesam qornim to'yadi. Dard chekib tursangiz, u non o'tmaydi ham u. Odamni birinchi ochretda sog'lik bilan tinchlik. Qolgani hammasi keyin. Doktorlarga rahmat. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Alloh niyatiga yetkazsin. Hamshiralarga ham rahmat. Hammasi shirin so'z ekan nihoyat. Ochiq oydin jeda ko'rib, tabassum bilan turadi-da. Uydan gap eshitib kelgan bo'lsa ham kulib kelar ekan. Juda shulari ma'qul keldi. Iloyim hamisha sog' bo'lsin. Alloh omadlarni beraversin. Kasal odamga обязательно ta'sir qiladi. U narsa 50-70% ta'sir qiladi. O'zi u dard chekib turibdi. Yana tevasida qovoq savosa, u
hech qanaqa madaniyatga ham, estetika ham to'g'ri kelmaydi. U naborot uni battar kasal qiladi. Tabassum bilan tursa, shifokor ham, hamshira ham shirin so'z bo'lsa, обязательно bu shirin so'z bilan ham davolasa bo'lar ekan. Ularga rahmat alaykum. Kelishim bilan Bekzodjon ham kulib kutib oldi-da. Eskidan taniganda odamda keling tog'a nima xizmat deb. Endi ko'p joyda muomala qilganman, yosh bola emasman, ko'p ko'rganman. Ko'pchilikni ko'raman, baribir odamzodda jindek kibr degan narsa bor-da. Bu yigitda unaqani ko'rmadim. Tarbiya bergan otasiga rahmat. Ota-onasiga rahmat. Roziman mana shu yigitdan. Mana boyogidek bo'lib soppa-sog' bo'lib ketdi. Bundan ortiq baxt yo'q. Hammaga tavsiya qilamiz. Mana shu. Iloyim sog' bo'lsin.